Siz qidirib yurgan barcha animelar bizning Telegram kanalda mavjud. Bizda ongoing animelar va tugallangan animelarni bepul tomosha qilishingiz mumkin. Kosmos Dubbing Telegramdagi eng sifatli va eng tezkor fandub. Himoya! Hech bo'lmaganda o'zinglarni himoya qilinglar. Sizlar hozirda mahoratga tayyorlanib qo'yapsizlar, kuchga emas. Hech qanaqa himoyangiz yo'q. Xo'sh, endi kim keyingi? Voy, to'xtalaring. Usta juda ham qattiq qo'l. Bu yerda dangasalik qilib o'tiribsanmi? Voy, Liliya sama. Mahoratlaringni oshirasan deb gildiyamizga qo'shilishga ruxsat bergandik, lekin hech qanday harakat qilmayapsan. O'zgina dam olishga imkon bering. Rod juda ham shafqatsiz. Ha, u oyoqqa turganidan beri juda yaxshi. Bularning barchasiga Ariel tufayli. Men undan minnatdorman. Aytgancha, Ariel gildiyadan chiqib ketdilarmi? Ha, Ariel gildiyamizdan chiqib ketdi. Nima, usta gildiyani tark etdilarmi? Shunaqa. Ariel, nega meni tashlab ketding? Ketmasliging kerak edi. Biz hali turmush qurmoqchi edik. Rayner ham yo'q, chunki u Arielning ortidan ketdi. Yaramaslar, ularning o'ziga xosligi juda yaxshi-da. リンカネーションリンカネーション新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は抜き捨ててリンカネーションリンカネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカネーションリンカネーション愛を勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へSınıfsız Kahraman 6. qism. Aytishim kerakki janob, Qilich G'uzosi kubogining chempioni to'satdan g'oyib bo'lishi juda ham g'alati hol bo'ladi. O'tda qolmadingizmi? U yerda ko'radigan va qiladigan hech narsa qolmadi. Tushundim, lekin nima uchun chekka joylarga ketyapsiz? O'z shahringizga qaytyapsizmi? To'g'ri, men o'zimning mahoratimni sinamoqchiman. Endi esa men o'z onamni yutishga majburman. Ko'ldirmasizchi, Qilich Xudosi kubogi g'olibi onasidan qo'rqadimi? Onam har doim oiladagi eng kuchlisi bo'lgan. Qanday yoqimli hid. Qaytayotganingni nishonlash uchun gulchambar yasayman, Ariel. Yashirincha kirishga harakat qildim. Tajribang oshganini sezyapman. Bir necha soniya oldin seni sezmagandim. Qilich Xudosi kubogida g'alaba qozondim, ona. O, xuddi men kabi. Shu haqda. Hidi yaxshi, to'g'rimi? Agar gol o'rnida qilich bo'lganda ulardan. Meni tushundingiz, to'g'rimi? Nima qilmoqchi ekanligimni bildingiz. Albatta. Axir onangman. Lekin bu yerda jang qilsak, uyni buzib tashlaymiz. Tog' ortidagi maydonchaga boramiz.
Qanchalik kuchayganingni ko'rishdan xursandman. Hozircha kulib oling, keyinchalik kim kulishini ko'ramiz. Oho. Meni jiddiy qabul qilmayapsan deb o'ylayapman. Aloqiy qadam bilan to'g'ridan to'g'ri hujummi? Oldingi himoyani kuchaytirishim kerak. Shu hujumga o'tishim kerak. Bu harakatlar ilohiy havo va egizak qilish kesish aralashmasimi? Qiziqarli. Bunga qarshi qaysi mahoratni ishlatdingiz, ona? Men shunchaki qilichimni qimirlatdim. Bu mahorat emasmi? Sendan mahoratsiz jang qilishni o'rgandim, Arel. Tan olish kerak, siz haqiqatan ham juda ham kuchlisiz. Nima bo'pti? Bu yirtqich hayvonmi? Endi ilohiy qilichbozni havo sakratishini ishlatyapsan. Yo'q, bo'lmaydi. Ilohiy mavjudlik. Bu endi menga ta'sir qilmaydi. Unda hammasini ishlataman. Cheksiz sindirish. 人気がないな。 Bu yer ham bo'mbo'sh. Oldin chiqqan shovqin tufayli hamma qochib ketdimi? Menimcha to'xtadi. Baribir u shu yerda bo'lsa kerak. Siz kimsiz, xonim? Uni singlisi bo'lsa kerak. Ha, men Reynarman. Arielni ko'rgani keldim. Akamni ko'rgani? Sigirnikiga o'xshatgan. Bu nima deganing? Akam hozir yo'q va sigirlarga qiziqmaydi. Xayr. Xo'y, to'xtab tur. Sigir tilini tushunmayman. Xo'y, Mirachan. Mehmonga beodoblik qilma. Reynar, bu yerda nima qilasan o'zi? Arel. Oyijon, akajon, xush kelibsiz. Uyga qaytdim va sen katta bo'lib qolibsan. Uni singlisi deb o'ylagandim. Nega ikkingiz ham bunchalik charchagansiz? Onam bilan jang qilgandik. Kim yutdi? Men yutqazdim. Arel endi juda kuchli. Yo'q, mahoratga qarshi mahorat. Va jismoniy kuch farqi tufayli zo'rg'a yutdim. Sen hali ham ajoyibsan. Onang rostdan ham qilich ilohimi? Lekin gildiya davridagi eng yuqori holatlarda emas. Onam shunchaki kuchsiz. Ha, tushundim. Xo'y, bu yomon. Men hali qarimaganman. Onajon, siz juda chiroylisiz. Qachon meni bu go'zal yosh xonim bilan tanishtirasan? Qilich shahridagi sarguzashtlaringiz haqida so'ramoqchi edim. Lekin ikkingizdan boshlaymiz. Romantik hikoyalarni yoqtiraman. Yo'q, oyijon, bu sigir haqida bilishingiz kerak emas. Haligi nega meni sigir deb atayotganingni tushunmayapman. Shunchalik semizmanmi? Uning ismi Reynar. Shaharda birga yashagan edik. Birga? Birgami? Faqat gildiya a'zolari sifatida. Bu yerga nima uchun keldingiz? Ha, to'g'ri. Nega gildiyamizni shunday tashlab ketding? Iste'fo xatini qoldirgandim axir. Bu muammo emas. Odatda ketayotganda xayrlashadi. Foydali bo'lishi mumkin bo'lgan barcha mahoratlarni ko'rib chiqdim. Bunga ishona olmayman. Hozir Ariel haqida xavotirlanib, chekka joyga kelganingiz ajoyib. Men ham shu qishloqdanman. Rostdanmi? Shuningdek, bu yerga faqat Ariel uchun emas. Aslida Farih xonim, meni shogird qilib olishingizni so'ramoqchi edim. Yo xudoyim. Farih xonim uydami? Favqulodda holat. Ovozni bilaman. Evans. Xudoga shukr, Farih xonim shu yerda ekansiz. Tog'ning g'arb tomonida yaqinda halokatli voqea yuz berdi. Rostdanmi? Ko'p daraxtlar qulagan va yer yorilgan edi.
Shuning uchun qishloq xavfsizligi bilan tergovga qo'shilishingizni so'rayman. Bunga hojat yo'q. Biz u yerda yirtqichni o'ldirdik. Ha, shundaymi? Oh. Mu chiqib ketdi. Muammo hal bo'lgan bo'lsa, bu ajoyib. Evakuatsiya qilinganlarni qaytarishim kerak. Reyna, Dada, Imasni qizimisiz? Marhum onangga o'xshar ekansan. Farda xonimning uyida nima qilyapsan o'zi? Unga yaxshi xotin bo'lishni o'rgatishni so'rayapti. Ajoyib. Reyner, allaqachon shu yoshga yetdingmi? Buni aytganim yo'q, faqatgina shogirdlikni so'radim. Ha, faqat romantikada shogird. Men jang qilishni o'rganmoqchiman. Yaxshi qilichboz bo'lmoqchiman. Unda yaxshi qilichboz va yaxshi xotin bo'lishni o'rgataman. Lekin Ha, bu ajoyib fikr bo'ladi. nima? Xotinim vafot etganida Reynerning kelajagi haqida juda qayg'urgandim. Ammo men unga faqatgina qilichbozlikni o'rgata oldim. Bundan boshqasi emas. Reyner, men senga uy ishlarini ham o'rgatishim kerak. Hammasini menga qoldiring. Raynerni o'zim yaxshi xotinga aylantiraman. Farda xonim, juda minnatdorman. Hoy, nega mendan fikrimni so'ramayapsiz? Endi vazifalarimga qaytaman. Senga ishonaman, Reyner. Meni umuman eshitmayapsizlar. Shov-shuvdan uyga qaytgan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Xush kelibsan, Ariel. Rahmat ota. Sehr tadqiqoti bilan shug'ullanyapsizmi? Ha, muvaffaqiyat yoqasizdaman. Bu meni eng oliy texnikam bo'lishi mumkin. Eng oliy texnikami? Muhimi, Mira bilan tovozda baqirayotganini eshitdim. Yoqimli qiz do'sti olib keldingmi? U yoqimli emas, chiroyli deb o'ylayman. Haqiqatan ham olib kelibsan-da. Demak, senda qiz do'sting bor. Ajoyib yangilik. Baribir bugun onamni qilich jangida mag'lub qila oldim va nihoyat. Tabriklayman bo'lmasa, sen yutibsan-da. Shuning uchun, dada. Tushundim. Men senga o'rgataman. Ah. Menga sehrni o'rgata olasizmi? Bu imkonsizga o'xshaydi. Undan voz kechishing kerak. Avval sabzavotni katta bo'lik qilib kesishni o'rganamiz. Xo'p. Nima, sabzavot kesmaganmisiz? Bu birinchi marta, lekin uddalayman. Oshpaz pichoqni shunday ushlaydimi? Yo, xudoyim. Uzr so'rayman. Kroshkamni sindirdingiz. Kechirasiz. Mayli, Reyner azizim. Gildiyada hech ham ovqat pishirmaganmisiz? Hech ham men qilmasdim. Yaxshi, unda sizga hammasini noldan boshlab o'rgataman. Faqat qilichbozlikni o'zi yetmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Aql, tana va mahorat. Eng yaxshi qilichboz bo'lish uchun bu uchalasini ham oshirish kerak. Bularsiz erisha olmaysan. Xo'p. Lekin uyimizda yana bir qiz bo'lgani juda yoqimli. Ha, esladim. Arielni yana bir katta opasi ham bor edi-ya. Ha, oilamizda yana bir qiz bor. Ha, opam aytgandi. Ariel kabi sinfsizlarni yashashini osonlashtiradigan dunyo quraman deb ketib qoldi. U hozir yaxshi bo'lsa kerak. Sinfsizlarga nisbatan kamsitish muammolari juda ko'p. Lekin hammadan ham kuchli yigit haqida shunchalik o'ylash shartmi? Bu stolni baribir ta'mirlash kerak edi. Shuning uchun hammasi yaxshi chiqdi. Nima bo'ldi? Oddiygina sehr bilan buni tuzatib qo'yish oson edi-ku. Onangiz menga arza chayga hidi kelganda yoqishini aytgan edi. Shuning uchun shunday qildim. Hay. No. Ah. Sehr ko'rmoqchimisan? Yaxshi. Qayta tiklash. Oh. Tozalik paytida suhbatlashaylik.
Oldin aytganimdek, sen sehr o'rganishdan voz kechishing yaxshiroq bo'ladi. Hech bir odamda sehr ishlatish uchun zarur ma'na yo'q. Bu maxsus qobiliyat sehrli batareya kabi. Qobiliyatmi? Ma'na yoki mahoratsiz odamning sehr ishlatishi mutlaqo eshitilmagan. Lekin bu imkonsiz degan emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Va siz tinimsiz holda Qilich Xudosi kubogida yutsangiz, bu juda katta baxt. Biroq bu eski qilichlar seni mehnatingni yaqqol namoyon qiladi, o'g'lim. Ularni tashlamadingizmi? Ular sizning barcha harakatlaringizdan menga yodgorlik sifatida qolib ketgan. Lekin bilasanmi? Ma'nisiz sehr ishlatishga urinish juda ham ahmoqli bo'lishi mumkin bo'ladi. Hech qanaqa mehnat yordam bermaydi. Ya'ni aniqrog'i, agar menda ma'na bo'lmasa, men umuman sehrdan foydalana olmayman. Agar bo'lsa, baraka orqali sehrgar klassi olib, allaqachon sehr ishlatgan bo'larding. Menda ma'na bor, buni bilaman. Nimaga bunday deyapsan? Gildiyada Reynermani har kuni urib turganida bu narsa sodir bo'ldi. Demak u hasadgo'y zo'ravon turlardanmi? Endi xavotir olaman. Yo'q. Chidamlilik mahoratini olish uchun uni menga o'rdirganda, bu yaxshiroq deb o'ylayman. Yoki boshqami? Baribir jarohatdan keyin ilohiy himoyani tiklash uchun muqaddas suvdan har doim ichgan bo'lardi. Jenorsin Arel, budjetimizni barbod qilishni to'xtat. Muqaddas suv zaxiralarimizni bari senga ketyapti. Axir bularning hammasi meni kuchayishim va tiklanishim uchun kerak-ku. Ovozingni o'chir. O'zingni charchatmoqchi bo'lsang, buni ich. Bu nima? Omborxonadagi eski dori. Avval buni tiklanish uchun ishlatgan. Rostdan ham ichsa bo'ladimi? O'zi qanday dori? Bilmayman. Agar eski muqaddas suv bo'lsa, omadimiz keladi. Agar zahar bo'lsa-chi? Aslida zahar ichish ichki a'zolarni mustahkamlashi mumkin. Rostdan ham ichdi. Bunday narsalarni necha ko'rma. Muammo shundaki, u zahar emas edi. Bu yaxshi narsami? Gap shundaki, ichganimda nimadir tiklangandek bo'ladi. Lekin bu Xudo ilohiy himoyasi emas edi. Unda nima bo'lishi mumkin? Men tushundim. Tiklangan narsa mana bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Unda men senga sehrni bemalol o'rgatishim mumkin. Xursand ko'rinyapsiz. Rostini aytsam, onangiz sizga qilichbozlikni o'rgatganidan so'ng men juda ham xafa bo'lgandim. Xo'p, endi mavzalaga qaytamiz. Tiklangan ma'noni hali ham his qilyapsanmi? Uni butun tanangiz bo'ylab harakatlantira olasanmi? Biroz. Uni chiqarib ko'r. Uni kaftingizga bitta nuqtaga yig'ishni tasavvur qil. Sinab ko'raman. Buni qilib oldim. Bu kichik yo'riqlik chaqnashimi? Bu sizda mana borligini aniq isboti. Tushundim. Ko'rinishidan hammasini sarflaganga o'xshaysan. Juda og'riyapti. Qilich chempioni bo'lsang ham. Mana bo'yicha hali shogird darajasida ham emassan. Shuning uchun bu og'riqli bo'lyapti. Sehr ishlatish uchun hozirgisidan ancha katta hovuz kerak bo'ladi. Uni qanday oshirsam bo'ladi, dada? Qilich bilan mashq qilganingdek. Mushak massasini oshirish uchun tanani mashq qilganingdek, ma'noni qayta ishlatib yaxshilash kerak bo'ladi. Ajoyib, eshitganimdan xursandman. Rostini aytsam, voz kech deb aytishni xohlamagandim. Chunki sen har doim qat'iy bo'lgansan. Mehnat bilan hech narsa imkonsiz emasligini isbotlading va bu seni mahoratingdir. Bu do'kondagi barcha mana eliksirlarini sotib olmoqchiman. Mana iksiri rostdanmi? Bunchasi dadangizgami? Yo'q, buni hammasi o'zim uchun.
Oya Barel Kun. Sizda barakadan keyingi sehrgarlikning ma'ni bor. Demak endi sehr chaqira olaman, to'g'rimi? Yo'q, hali bitta qiyin muammo oldingda bor. Avval buni o'qib ko'r. Bu belgilarga nima deyilgan o'zi? Bu magiskript deyiladi. Sehrni ishlatish uchun magiskriптdan yozilgan afzallarni bilish kerak bo'ladi. Bu muhimdir. Tushundim. To'g'ri, mahorat orqali san sehr chaqirish uchun kerakli afzallar deyarli avtomatik ravishda o'ngda paydo bo'ladi. Va menda mahorat yo'q. Bu to'g'ri, demaysan, har doim o'z sehrini o'zing qo'llab qaytadan rivojlantirishing kerak bo'ladi. Bu qiyin muammo bo'lishi mumkin. Sehr shahridagi akademiyadan yordam olishing mumkin. Siz o'sha yerda o'qigansiz, to'g'rimi? U yerda sehrning barcha asoslari o'rgatiladi. Ish uchun ba'zi sehrlarni bilishing kerak xolos. Hammasini aytib bering. Siz qilgan barcha narsa mazali onajon. Ayniqsa bu sho'rva ajoyib. Rostdanmi? Rahmat. Buni siz qildingizmi, sigir xonim? Bundagi sabzavotlar pishmagan va juda qattiq. Ko'proq mashq qiling. Menga qarsilagan sabzavotlar yo'q edi. Ha, unda xursandman. Juda ham yaxshilandingiz, Rayner. Oshxonada ham, qilichda ham. Rostdanmi? Juda ham mehribon bo'lib ketmadingizmi? Onam seni juda ham yoqtirib qoldi, Rayner. Men ham uni yoqtiraman. U jasur va chiroyli. Ha, rahmat. Rostdanmi, azizim? Ha, albatta, senday chiroyli emas, azizam. Juda ajoyibsiz. Butun oilangiz juda yaxshi munosabatda. Onam tirik bo'lganida bizda ham shunday bo'lardi. Balki. Sen uchun hamma narsaga qodirman, azizam. Men seni butun borlig'im bilan sevaman. Bu meni ajoyib sehrlarimdan biri. Har qanday tilakni bajo keltira oladi. Sehrmi? Yaxshi, juda kuchli bo'laman, albatta.続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ神様